Ajoyib, sizga ham qiziqmi erim? Yo'q, ajoyibdi. Odamlar qachon eri chiqib qolarkan deb kuzatib o'tiraman deydi. So'raysizlar-ku. Sabika, juda noto'g'ri qilib qo'ydim sen. Sir bo'lib qo'ya qolsin. Voy! Bismillah. Ro'li kulgan effekt qo'yib yuboring, mana shunga. O'ldirdik hamma yonni. Antiqariyat oling. Sizlar 9,5 million bo'ldi, opa. Bizga reklama kerak emas. Mayli, ko'rayman. To'xta, erimga telefon qiling. O'shani ham sirab ko'rsatib o'ting. Men o'shandan boshqasini ishlatmayman deb rosa so'rashadi. Bo'ldi, kelmayman magaziningizga. Har gal bitta narsa olaman deyman-da, spiska ham chiqib ketadi. Dildorpa, vashi, olmaydigan narsalarimni ham olib tashaman. Men buni salonda surishuvdi, vashi yoqdi. Rasmlarga olganman. Mana jitkizlab. O'sha rangini tanlamayman. Rang chiroyli. Ha, mana shu rangi chiroyli. Mana men Patrikcha yo'lga olib yurishga bu yaxshi. O'shaning uchun kichkinasidan olganman. Meni eng yaxshi ko'radigan ranglarim. Qanaqa tensirasiz debman. Qo'lni tarqatib yorib mashindan so'ra. Mana 100%. Mashindan boshqasini ishlatmaydi. Mana mashina uyga borganda tashlamaganman. Isbot qilib ikkitasini tugaganini dishini ko'rsataman. Mana 08 tint. 08 lekin hada bo'ladi. Olasizlar, vashi zo'r rang. Oddiy blesk bering. Oddiy bermang. Qanaqa berasiz? Tartibda bering u. Voy, shunaqa. Bo'ldi, yaxshi mana shu rangi. Burchkaga o'xshab chiqadi. Buncha zo'r mana bu. Mana bu zo'r ekan, darqa. Bitta o'zingiz yaxshi tonalka tanlab bering. Juda yo'q emasda, unaqa yaltiroq, unaqa blesk effekt. Bu nimaga? Bu yaltiratadi. Yaltiroq bo'ladi. Quyosh tushganda oynada effekt bo'ladi-yu, shunaqa zo'r qiladi. Bitta skrab bersangiz. Wow, конечно, ritual bu. Opasi. Voy, mana buni ham hidi zo'r. Va, anu qaysidir atiri hidi keldi. Men vashi dahshat ekan. Hidi ham qoladimi shunaqa? Ha, hidi qoladi. Bittaga berishga. Ana hidi zo'r ekan. O'zi oxirgi paytlar kosmetikalarni polniy Dildorpa magazinlardan kelib olishga o'rganib oldim. Menga yoqadigan tomoni ham budjetli kosmetikalar, ham original o'sha zakazga olib kelib beradigan kosmetikalar. Bu yerda sizlar nalichida topasizlar. Yaqinda как раз 14-yanvar murskoy naborlar ham bor. Boshinglarni og'ritib o'tirasizlar. Xohlagan budjetga qarab yasab beramiz. Ha, har xil naborlar. Har xilidan. Xohlaganini korobkaga solib ko'p olsa kelishtirib ham berasiz. Конечно. Ko'p ishxonalar uchun olsangiz zo'r narx beradilar. Hozir hamma yig'ib o'tirmasdan mana shunaqa tayyor 650 mingga kiyov naborlar. Anu sarpa uchun. Vashi zo'r qilib yig'ib qo'yibsiz. Mana to'g'ri nabor bersa bo'ladi. Agar qimmatroq sovg'a xohlasanglar 14-yanvarga mana shuni olsanglar ham bo'ladi. Hamma kerakli narsalarni bitta qilib tayyor qilib qo'yibdilar. Alohida olsanglar naborot qimmatga tushasizlar. Magazinda boya aytib o'tgandek, vыбор hamma narsa bor. Original atirlarni ham mana qaranglar, bitta atirda katta original atirlar bo'ladi. Aha, qo'limga o'zi ham berdingiz. Kuzatasizda, eng sevimli atirim. Xohlasanglar 10-20 milli qilib, ozgina quydirib olsanglar ham bo'ladi. Arzonga tushasizlar. Chilasi bor. Chem qimmatga bitta original atir olgandan ko'ra. Voy, men bu ham o'sha ko'rdim. Men ko'rmagandim. Mana mashinaga ham quyib beramiz. Original atirlarni kichkinani 10 milli, 20 milli qilib quydirib olsanglar bo'ladi. Zato 2-3 xil atir sepasiz. Bering. Mashinani. Joyda. Voy, men zo'r ekan, men hidlamagandim buni. Chiroyli idishga. Podarka olishga keldim. Har xil variantlar ko'rsatyaptilar. Buni o'zi ko'p joyda nalichida bo'lmaydi. Hamma zakaz qilib kutib o'tiradi.